Inshoot qurilish materiallar markazining rahbari Botir aka bilan bugun birinchi intervyumiz. Hoji onamiz pensalarni jamg'arib qo'ygan ekan. Hoji onadan olganmiz. Harakat chetdan ekanda. Hoji ona berishgan. Shunda qanaqadir mezonlaringiz bormi ishchi ekanda? Albatta, biz birinchi o'rinda halollikka e'tibor qilamiz. O'sha xodimning halolligini surishtiramiz, nima qilamiz? Birinchi o'rinda halol bo'lishi kerak. Jamoa bo'lmasa biznes qura olmaydi hozirgi kunda. Do'stlar, assalomu alaykum. Lovon qishlog'ida biz Inshoot qurilish materiallar markazining rahbari Botir aka bilan bugun birinchi intervyumiz. Botir aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Sizlar? Rahmat. O'zi Ramazonlar bilan finalda kelib olaymi? Sizlar? Rahmat. Boshlab berasiz aka endi. Qani kiraverdik bo'lmasam. Qani ketdik. Katta joy ekan aka. Albatta. Aka, endi o'zingiz haqingizda inshootni qanday boshlangani haqida gapirib bersangiz. Avvalambor assalomu alaykum yana bir bor. Men Orif Botirjon Mo'minovich, Inshoot savdo majmuasi ta'sischisi rahbari bo'laman. Bu do'konimiz inshaalloh 2009-yil 1-mart kuni ish faoliyatini boshlaganmiz. Ancha vaqtda o'zi. Bugun 1-mart, xudo xolasa, inshoot do'konlar tarmog'ini tashkil topganiga 17 yil to'ldi. 17 yil bo'lar ekanda. 17 yil to'ldi. Vaqt ham tez o'tishini qarang. Asosan nima bilan shug'ullanasiz? Yaqinda ish boshladik. Ish faoliyatimiz asosan qurilish materiallari, metal mahsulotlari, yana omoqda yem, keyin hozir yana yangi qo'shdik. Mana Chimyon filialimizda boshlaganmiz. Un mahsulotlarini ham yo'lga qo'ydik. Botir aka, o'zi qurilish sohasini nima tanlagansiz? Qanday tanlagansiz bu sohani? Shu oliygohni bitirgan paytlarimizda o'zimizcha uyda qurilish qildik. Shunda keyin necha mehrim tushib qoldi. Baribir yigit kishining orzusi birinchi uy joy quradi, keyin mashina oladi, keyin nimalardir, boshqa ishlarni davom ettiradi. Shuning uchun keyin xalqni birlamchi ehtiyoji hozir oziq-ovqat bo'lsa, undan keyin uy joy qurishga talab ko'paydi. Kelajakda qarasak, O'zbekistonimizda xalqi o'sib boryapti. Bundan nima desak bo'ladi? O'z-o'zidan tomorqa qiladi yoki kvartira, dom sotib oladi. Shuning uchun albatta shu qurilish mahsulotlari, metal mahsulotlari, yog'och mahsulotlari ishlatiladi. Adashmasam, inshootda 4 ta filiali bor, a? Albatta. Bu birinchisi. Albatta. Bu eng birinchi ochilgan joyimiz. Shuning uchun u darajada nimalar bilan, proyekt bilan, nima bilan qurilmagan. Narigi joylarimizni ko'rsangiz, inshaalloh zamonaviy nima holatda qanday ochilgan aka birinchi filial qanday ochilgan? Birinchi kuni qanaqa bo'lgan? Tarix qanaqa birinchi filialda? Birinchi filialimizning tarixi asosan nima bo'lgan? Shu 2009-yil 1-mart kuni kichkinagina do'konda sement mahsuloti, ohay mahsulotlarini sotish bilan faoliyatimizni boshladik. Albatta, juda kichkina bo'lgan. Keyin bunaqa katta bo'lib ketgan ekanda. Keyin sekin-sekin barlar qo'shib ketilgan. Mana 1-blok, 2-blok, 3-chi, 4-blok. Bolalar nimani jaydari tilida, o'zimizning xalq tilida 1-bozor, 2-bozor, 3-bozor, 4-bozor qilib nomlab olishgan. Blok qilib bo'lib olgan ekan. Blok qilib bo'lib olishgan. Hozir endi bu sistema qo'yilgan. Adresda ishlanadi. Chek chiqqandan keyin o'sha qaysi bozordaligini bir-biriga ratsiya orqali xabarni berib, shu orqali. Tizim bor ekanda, demak. Albatta, tizim bor. Birinchi blok bo'ldi. Albatta. Botir aka, birinchi kapital qanday boshlangan? Pulni qayerdan olgan birinchi ochib boshlab o'rishga? Birinchi kapitalni albatta shu Hoji onamiz pensalarni jamg'arib qo'ygan ekan. Hoji onadan olganmiz. Barakat chetdan ekanda. Hoji ona berishgan, keyin akamlar yordam qilishgan. Birinchi investorimiz onam bilan akam bo'lgan. Inshaalloh o'shani sekin-sekin qo'shib ko'paytirib ketganmiz. Aka, mana biznes riskda qo'rquv bo'lganmi? Albatta, qo'rquv bo'lmaslik iloji yo'q. Bo'ladi, endi yuradimi, yurmaydimi? Ayniqsa u paytda moliyamiz ham juda o'rtacha holatda, ohay mahsulotlari olib kelasiz, bir kun ichida sotdingiz, yozgi kunida. Anaqa tushonka bo'lib erib ketadi. Musulga olib chiqib tashlash kerak, uni hech kim olmaydi.
Bunaqa holatlar juda ko'p bo'lgan. Moliyaviy xatolar bo'lganmi boshqangizda? Xatolar yo'l qo'yganmisizlar? Moliyaviy xatolar oldin bilsiz, Yo'qotishlarmi? albatta yo'qotishlar bo'lgan. Hamma qish oylarida sement mahsulotlarining narxi tushardi. Keyin mana u Quvasoyda kvars zavodda banka ishlab chiqarilib, bankaning narxi tushardi. Ko'pchilik zagatovka qilib qo'yardi. Biz ham shu jumladan sement zagatovka qilganmiz. Ha. Sement zagatovka qilganimizda riskni shu darajada qilganmizki, bor moliyani tikkanmiz. Nima qilganimizda sezonda mahsulotning narxi tushib ketgan qaytib. Ha. Ancha ziyonga ham sotilgan. Qanday qo'pol qilayotganda 100 so'mda olgansizlar, lekin 80 so'mga 70 so'mga tushib ketib qolgan. Albatta, shunaqa holatlar ham bo'lgan. Botir aka mana aytdingiz-ku, xato bo'lgan, moliyaviy xatolar bo'lgan, yo'qotishlar bo'lgan deyapsiz-ku. Shunda borlik deb tashlab ketish fikri kelganmi? Albatta, har bitta biznesda egasida bunaqa xatolar bo'ladi. Xatolar bo'lgandan keyin shunaqa tushkun kayfiyatga ham tushib qoladi. Shunda o'zingizga o'zingiz nima deb dalda bergansiz? Asosan bunaqa paytda onam dalda bo'lgan. Sabr qilsang, hammasi manfaatli bo'ladi. Daraxt bitta joyda ko'karadi. Yomon kasb yo'q, yomon kasb egasi bo'lishi mumkin. Kammi, karammi bitta kasbni yaxshi ushlasang, oxirigacha olib ketsang, inshaalloh manfaatli bo'ladi deb, inshaalloh kam bo'lmadik, shunchalik xalq hojatini chiqarib turibmiz inshaalloh. Anu gapga yana bir marta tamin bo'lyapman-da. Lubboy kuchli erkakda orqasida bitta ayol kishi bo'ladi deydi-yu. Shu bizning xojonalarimiz ekanda, qarang mana. Duolari bilan, bularni berayotgan kuchlari bilan shunaqa darajaga yetib kelgan ekansiz-da. Nurlavza bo'lsanglar. Rahmat. Botir aka, endi ikkinchi filialga boramizmi? Albatta, to'xtab turaylik, mana mashina sement olib kelibdi. Mahsulot olib kelishni ko'rsating-da. Mahsulot to'kib olsin. Botir aka, ikkinchi filialni ochish ideyasi qayerdan kelgan? Ikkinchi filialni ochishning g'oyasi asosan bu komanda tashkillanib, shakllanib bo'lgandan keyin o'z-o'zidan g'oya keldi. Kengayish kerak bo'lib qoldi. Shu orada Vadilda xalqidan juda ko'p taklif tushib qoldi. Bizning hududga ham ochinglar, biz bu yoqqa kelib ketishimiz ancha vaqt yo'qotyapmiz deb talab takliflar tushdi. Shu bilan bu ishonch do'konlar tarmog'i, bu Korzinka shularga havas qilib, keyin biz ham filial ochishni inshaalloh boshladik. Bardavom qilsin. Ikkinchi filialni Vadil shaharchasining Nukin qishlog'ida ochdik. Mana hozir o'shirga ketyapmiz inshaalloh. Biznes kengayish kerak degan fikrga sizning munosabatingiz qanaqa? Hozirgi kunda o'sish juda tezlashib ketdi. Mana Dubay, Xitoy, mana Yaponiya, Amerika davlatlarini qarasak, bozor bo'shbasda bularda juda nima bo'lib ketdi. Tezlashib ketdi. Har qanday biznes turi borki, kengaymasa torayadi. Toraygandan keyin o'zidan bankrot bo'lib sinadi. Shuning uchun albatta o'sishdan to'xtamaslik kerak. Demak, siz yo kuchlisi bo'l, yo umuman bo'lma degan falsafani ushlab o'tirar ekansizlar baribir. Albatta, har bir sohada nomer 1 bo'lish kerak yoki umuman bo'lmaslik kerak degan g'oyani ilgari suramiz. Birinchidan bo'lishga harakat qilamiz doimiy. Sizdaqa biznesmenlarni ko'rib yoshlar motivatsiya olar ekanda, deymi? Inshaalloh. Keyingi lokatsiyaga ham kelib oldik Botir aka. Inshaalloh. Qarang, mahsulotlar ko'paygan. Albatta. Bu bir katta. Shuni narx siyosatini qanday yuritasizlar? Ommaviy savdo va minimal prinsip, ya'ni marjani kamroq ushlash hisobida. Shuni hisobiga savdoni bir xil ushlab turamiz hamma filiallarda. Vale, sodda qilayotganda ko'proq olib qo'yib, mana shu kichkina narxda ushlab turiladi-da. Ustiga kamroq qo'yib, tez-tez sotish bizning nimamiz. Tushunarli. Foydamiz asosan. Raqobatchilarni qanday o'rganasizlar? Bozorda raqobatchilarni doimiy tahlil qilib turamiz. Tez-tez qarorlar qabul qilib turamiz, aksiyalar qilib turamiz. Xalqqa manfaatli, ustalarga manfaatli bo'lish uchun tez-tez shunaqa aksiyalar, qarorlar chiqarib turamiz. Ko'pgina mahsulot oldi deylik. Katta miqdorda xarid qilsa, narxdan chegirma qilib beramiz. Plus keyin dastavka xizmatini ham yo'lga qo'yib beramiz. Ko'proq narsa olsa, dastavkasi bepul. Chegirma ham bo'ladi. Albatta, naqd pul через liniya kartaga bir xil. Unaqa foiz yo'q. Shotka ham nimaga ham hamma yo'qqa bir xil ishlaymiz. Hamma qiziq savollardan bittasi bor-da.
Shu faoliyatingiz davomida eng katta zakaz qanaqa bo'lgan? Qanaqa summaga bo'lgan? Bu summa endi aniq esimizda yo'q-u. Quruvchilardan tushgan, asosan Qo'soy ta'mir MChdan tushgan katta miqdorda yog'och mahsulotlarni xarid qilishgan. Ular bilan birga ishlaganingizda eng katta zakaz ob'yem shulardan bo'lgan. Albatta, Qo'soy ta'mir MChdan tushgan. Botir aka, mana 4 ta filial dedik. Hammasida kamida 6 tadan 10 tadan odam ishlaydi deymiz. Albatta. Bitta jamoa degani-da. Albatta. Siz uchun jamoa nima degani? Jamoa deganda birinchi o'rinda jamoa bu kuch. Jamoa bo'lmasa biznes qura olmaydi hozirgi kunda. Hali yolg'iz odamda nimasi changi chiqmaydi deydi-ku. O'shaning uchun jamoaviy holatda ishlaniladi. Endi qarang mana. Jamoani shakllantiramiz deyapmiz. Albatta. Ishchi olinadi. Shunda qanaqadir mezonlaringiz bormi ishchi olayotganda? Albatta, o'zimizda rezyumelar, nimalar ishlab chiqilgan. Biz birinchi o'rinda halollikka e'tibor qilamiz. O'sha xodimning halolligini surishtiramiz, nima qilamiz? Birinchi o'rinda halol bo'lishi kerak, qadriyati bo'lishi kerak, insoniyligi birinchi o'rinda bo'lishi kerak biz uchun. Botir aka, mana ishchilarga qanaqa yaxshi sharoitlar yaratib berilgan inshootda? Albatta, uzoqdan kelib ishlaydigan xodimlarimizga issiq joy, yotoq sharoit, bundan tashqari 3 mahal issiq ovqat bilan ta'minlanadi. Bundan tashqari issiq suv, sovuq suv, dush, hamma saunalar, sharoitlar bor. Bitta qiziq joyda endi. Albatta. Oyda vaqtda berasizlar hammani? Oyda o'rtasida avans, oyda boshida oylikni yopamiz to'liq. Umuman nasiya qarz bo'lib qolmaydi oyligidan. Hamma vaqtida oladi. Orada qiynalib qolsa, nima qilsa, oldindan ham berib turamiz. Jamoat tarafdan yordam bilan. Chunki endi bizni o'rgatishgan ishchini teri qurmasdan nimasini ish haqini berib, shunaqa qilib tarbiyalashgan. Bu birinchi o'rinda. Premiyachi? Premiyalar bor, bayramlar, hayitlar, dam olishlar, iftorliklar, hammasi bor. Xo'p, mana jamoani bildik, ishchilarni bildik. Endi klientlar bilan ishlash prinsipimiz, qadriyatimiz qanaqa? Biz mijoz biz uchun hamma narsadan ham muhimda. Xohish, istagi mijozda hamma narsadan ham ustun. Birinchi o'ringa qo'yiladi mijoz, doimiy. Klient всегда prав degan narsa bor ekan sizlarda. Albatta. Injiq klientlar ko'p-ku. U qanaqa qilmasin, ko'ngliga yo'l topamiz baribir. Hamma odamni bir nima tomoni bo'ladi-yu baribir. Shuning uchun savdogar odam hammani ko'ngliga yo'l topadi-da baribir. Ko'ngliga yo'l olamiz, qo'pollik nimaga? Muomala bilan. Albatta, muomala bilan. Deyman, haligi asosiy mijozlaringiz baribir erkak kishilarda. Albatta. Shular bilan yaxshi til topishlar ekanda, deymi? Albatta. Zo'r. Ketdingmi? Yaps. Botir aka, bu 3-chi filialimizmi? Inshaalloh 3-chi filialimizga yetib keldik. Qani, kelinglar. Katta ekanda maydoni bu yerda ham, ha? Bu Log'onga qaraganda ixchamjoq bo'ladi. Sharoitlari yaxshi. Ular zamon talablarigacha nima qilib qurilgan. Bitta mahsulot turi ko'proqmi bu yerda? Qolganlari nisbatan ham pashti bir xilmi hammada? Yo'q, hammasida pashti bir xil. Log'onda yem mahsulotlarimiz yo'q. Nimada? Buni 3 filialimizda yangi ochilganlarda hammasi yem mahsulotlari nimalari bor. Botir aka, qarayapman, ishchilar ko'p-da. Bitta filialda minimum nechta odam ishlaydi? Eng kamida bitta filialda 6 ta, bo'lmasam 10 tagacha ishlaydi, chunki bularda dam olish kunlari ham bor-da. Keyin issiq sovuq deydi. Oilasida bir nimasi, bolasi kasal bo'lib qolishi mumkin, onasi kasal bo'lib qolishi mumkin. Shunaqalik huquqdan javob so'rashlar bo'ladi. Endi zaminchik har bitta filialda kamida bitta oshchi bo'lmasam 2 ta xodim turadi doimiy. Zapas xodim bo'lmasa bo'lmaydi-da, keyin qiynalib qolamiz. Mana mahsulot turi ham ko'p ekan. Albatta. Ishchilar ham ko'p ekanda. Albatta. Standartlar qanday ushlab yurasiz? Standartlarni endi bozor segmentini doimiy o'rganib turamiz. Raqobatchilarni doim analiz qilib, tahlil qilib turamiz. O'shandan kelib chiqib narx-navoni qo'yamiz. Shuning uchun bizning shiorimiz bor. Inshoot kelajakni biz bilan quring degan shiorimiz bor. Missiyamiz xalqni og'irini yengil qilish va sifatli mahsulotlarni yetkazib berish. Qarangda, mana bitta narsani eshitganman, buni siz ustalar bilan ko'p ishlaysiz-ku? Albatta. Ustalar
olib keladi-ku odamni baqa oldingizga olib keladi. Mana shunday mahsulot sovg'a oling deydi-yu. Shunga hali cho'ntagiga bu pul solib qo'yish degan narsalarni eshitganman. Shu narsa to'g'rimi, yo'qmi? Endi biz ham bu narsani eshitganmiz-u, bu narsa bizning dinimizda harom deb nima qilingan. Buni ilm ahlidan ham nimadan ham so'rab ko'rganmiz. Harom deb nima qilingan. Bizda endi bu bayramlarda rag'batlantirish bor, aksiyalar bor, o'yinlar bor. Bunda ustaga ham, uyli egasiga ham bir xil ko'ramiz. Usta ham masalan o'sha aksiyada qatnashsa, uyli egasi ham qatnashadi. Hammani teng ko'ramizda. Bir xil. Ustalarga unaqa narsa yo'q ekanda, menga olib kel odamni, men senga pul beraman deganligi. Biz eshitgan narsa sizda yo'q ekan. Yo'q, albatta. Zo'r. O'sha haloldan beraversin. Zo'r ekan. Biz nima deysiz? OSB, buni obshivkalarga ham ishlatsa bo'laveradi. Albatta, bu OSB mahsulotlarimiz uyda suvoq qilmasdan arshivga ham qilsa bo'ladi, patologiya ham qilsa bo'ladi. Bu aboyi ham hammasi ichida o'zi bilanda, laki ham o'zida, hatto laklamaysiz hamda. Hali tez qurilish qilayotganlarga juda qulay keladi. Ham uyda issiq tutadi bu. Yaxshi mahsulot. Hamma mahsulotlar haqida to'liq ma'lumot bilar ekansiz-da. Endi 100% bo'lmasa ham 80-90% bilamiz, inshaalloh. Ustalarga ham dars berib berar ekansiz, demak. Ja, qo'ldan kelgancha. Botir aka, shu inshootni birinchi kuni qanaqa o'tgan? Shu 2009-yil 1-mart kunini shu 17 yil orqaga qaytsak, hali ham eslaymiz. Asosan shu birinchi kunimiz klient kutish bilan o'tganda, mijoz bo'lmagan. Savdo bo'lmagan, shu tarafdan kechgacha bekorchi bo'lib o'tirganmizda. Endi undagi unaqa Instagram, ijtimoiy tarmoqlar bo'lmaganda, reklama qilib, bu yerda Telegram unaqa narsalar bo'lmasdi. Demak, sizni hozirgi mashhur bo'lib ketishingizga odamlarga bergan haligi yaxshi mahsulotlari, yaxshi xizmatlari, ishonchlaringdan hamma bir-biridan eshitib, siz haqingizda yaxshi fikr olgan ekan, demak. Albatta, albatta. Xo'p, Botir aka, og'izdan og'izga o'tib, bir-biridan hali choyxonada erkak kishi choyxonada ko'p bo'ladi, qurilish haqida gapirsa, "Mani bitta ukam bor, shatda shunaqa deb bir-birini tavsiya qilib, shundan nima bo'lib ketgan. Chetdan olding, narxi yaxshi, mahsuloti yaxshi deb Samarqand radio sizni albatta mashhur qilib bergan ekanda hisobda. Albatta, shunaqa. Akalar bunaqa tushuncha borda, birinchi qo'l degan. Nima degani mana shu? Birinchi qo'l deganda asosan masalan ishlab chiqaruvchi zavodmi, fabrikami qaysi bo'lsa, shundan to'g'ri olib sotadigan nimalarni, firmalarda, shu savdo do'konlarida birinchi qo'l deyiladi. Masalan, Rossiya davlatidan olib keladigan mahsulotni yoki Qozog'iston, Rossiya davlatidan olib keladigan mahsulotlarni shuni to'g'ridan to'g'ri shartnoma qilib olib keladiganlar birinchi qo'l deyiladi shular. Hozir inshoot aka ro'zadamiz-ku, mart oyi ro'zadamiz. Xalqqa nima beradi aka? Nima beryapti hozir? Asosan ro'za Ramazonda biz bugun 1-martdan boshladik. Xudo xolasa 9 xil mahsulotimizga 15% dan 25% gacha chegirma qildik. Bundan tashqari o'zimizning qadriyatlarimiz bor. 17 yildan beri ananas ham bo'ladi. Har juma kuni 1 milliondan ko'p xarid qilgan mahsulotni 20 kilometrga yetkazib berish xizmatimiz mutlaqo bepul. Dostavkasi bepul. Albatta, o'sha kuni juma kunlari ko'pincha nima bo'lib qolamiz? Tirband bo'lib qolamiz, texnika yetishmaydi, shunaqa holatlar bo'lib turadi. Odamlar bilar ekanda aksiya haqida. Albatta, bu 17 yildan beri kelayotgan an'ana. Zo'r. O'rtoqlar, endi keyingi lokatsiyaga ketamiz, Botir aka. Ketdikmi? Ketdik, yuraverdik. Botir aka, har kuni mana shu yo'llardan turli filialda aylanib yurasizmi? Borib kelasizmi baribir har kuni? Albatta, kamida 1 marta, bo'lmasam 2 marta, vaqt kelsa 3 marta ham yuramizda. Erinmasdan, ammo manzaralar chiroyli ekan. Miya ham dam olib ketadi. Xuddi o'zimizni Qamchiq dovonini eslatadi, qarang. Perivalga o'xshab. Ikkitadan dovonni oshib ketamiz. Hozir batam tog'li joy, yana bitta tog'li joydan o'tamiz. Yo'lda fikrlarni to'plab va albatta. Yana bir 10-15 kundan keyin mana bu qirlar yam-yashil bo'ladi. Chekkaga qo'yib, qir ustiga chiqib, miyaga dam bersiz bo'ladi. Toza havo, priroda. Mana yerda suv ombori bor. Hozir suvi qurib qolgan bo'lsa kerak. Suvini to'ldirsa vaqti chiroyli bo'ladi adam. Kurtepa o'rtlar qarang. Keyin batda shunisi zo'rki, yozda issiq kunda ham yursangiz, bunday shabada esib turadi. Salqin bo'ladi. Issiq ham bor, shabada bor. Daradaqa joyda
Mana chap qo'limiz soy. Kelishyaptimi bog'da endi? Soy. Endi alohida yangi kanal qilinyapti ekan. Biri bo'lsa Qirg'izistondan suv tushirishadi. Mana nima Hangiz, Qo'rg'ontepa, Farg'ona tumani chekka joylari suvda juda qiyinchilik bo'lyapti-da. G'allada, paxtada shuni hisobiga katta loyiha. Shu yoqdan kanal tortib kelishyapti. Shuni tepamda. Bu may, iyun oylarida suv jicha qiynab qo'yyapti-da, o'shanga yangi kanal tushirishyapti Qirg'izistonda. Pavorotlar. Xalosdan qilgan, kurtoy pavorotlar ekan. Kelyapti. Mana suv ham bor. Urpagan ekanlar. Suvi 3 kun oldindan bor edi. Bir bo'lsa, anu g'alla sug'organi suvini olishdi. Endi yana to'plashadi. Bittalik dam oladigan joy qilib qo'ysa ham bo'laverar ekanda. Kelishadimi yo'qsa dam olgan? Tushida bor, nima qilishgan? Mana avvalda 7 buloqda, Satkiyda so'rilar bo'lardi. U yerda shunaqa soyda bo'yiga so'rilar qilib nima qilishgan? Chuqurlikda juda chiroyli joylar bor bu pastda. Chap qo'lda. Yozda kelib o'tirsa bo'lar ekan deb ham saqlab, salqin joylar. Bu yo'ldan bir kunda 10 marta o'tsangiz ham charchamaysiz-da. Bu pavorotlar, atmosfera charchatmaydi odamni. Bilsiz, to'g'ri yo'l ezib qo'yadi odamni. Tekis ketsangiz, ko'z g'alati bo'lib, uyqungiz kelib qoladi ham, ezilib qolasiz. Albatta, bu manyorli yo'llar yaxshida, charchatmaysiz. Charchamaydi odam. Toshkentga ketishda Yozyovonni yo'li bilan Ohangaronni yo'li juda qiyin edi. Perivaldan bir pastga tushib qolasiz, shu yo'l juda ezib yuboradi odamni. Tekis yo'l, albatta. Oqbulol qishlog'iga keldik. O'zbekistonda bunaqa battegidaqa uzun bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Yozda tushib ko'p nima qilaman, avgust, sentyabr oylarida juda uzumi bilan mashhurlar. Uzumi juda zo'r bo'ladi, hali tilloni rangidaqa qizarib ketadi. Qarasiz butun nimalar tok hammasi. Naturalniy bo'ladi. Hamma bu yerda ochiq havoda. Oltariq ham zo'r, oltariq ham uzumchilikda zo'r. Bularda bu balandlikdaligiga rangi qizarib, ajoyib shirasi shirin bo'lib ketadi. Quyosh nuri tekis tushar ekan-da. Havo momajon. Tezlikda yaxshi ko'rasizmi? Tezlik endi yoshlikda bo'lardi. Hozir yosham уже 40 ga borib qoldi. Bosilib ketdi. Foydasi yo'q. Tez yurgandimi? Tez yurishning foydasi yo'q. Tartib bilan yurgan yaxshi. Albatta, shu qonun qoida bilan yurgani eng yaxshi. Mana chimyon nimasini yaxshi ko'raman. Ikkinchi davonga chiqyapmiz, qarang. Mana bittasidan o'tdik, mana ikkinchisiga. O'shaning uchun baqa 3 marta kelasizmi, 4 martami charchamaysiz-da. Zeriktirmas ekan. Birinchi filialimizdan batga so'nggisi kelib ketgani 100 kilometr masofa bosib o'tamiz. Bir kelib ketishimiz 100 kilometr o'shib qoladi-yu. Lekin yo'l, tabiat nimani hisobiga umuman bilinmaydi. Kuniga 2 marta borib kelsangiz, 200 kilometr bor ekan-da. 3 marta kelsangiz 300. Yana aqabaqa yursangiz yana qo'shiladi. Tabiatni qarang. Mana tog'da eng tepa qismiga chiqyapmiz-da. Mana manetlar bir oydan keyin, bir oy bas, bir 10-15 kunda juda ham yashil bo'ladi. Lolalar chiqib juda chiroyli bo'lar ekanda. Piknik qilib kelsa bo'lar ekanda. Oila bilan kelsangiz piknik maytlarida kirsangiz, qirlarda oxiri 10 odamlar yuribdi. Chiqishni boshlashibdi, biletlar olib boshlashibdi. Ana Boburjon 4-filialimizga ham kelib oldik inshaalloh. Qachon ochildi? 2026-yil, bu Ramazon boshlanishidan oldin 15-fevral kuni ochib oldik. Aka, mana billar bizda 4 ta filial, shuncha masofa orasida. Aylanib yuribsiz. Nima sizni harakatlantiradi aka buncha ishga? Asosan oila, jamoa va mijozlarimizning ishonchi. Shu narsalar sizni mana shunaqa
motivatsiya berib gazni turadi-da. bosishga Albatta. undaydigan narsa shu ekanda. Albatta, shular bizga motivatsiya berib turadi, inshaalloh. Filiallar borgan sari chiroylilashib boryapti. Zamon talablariga javob beradigan, mana monetlariga yozgi kunlarda klimat kontrollar, suvlar tortiladi, setkalar nima qilinadi. Mijozlar salqin joyda. Hozircha to'rintisa bu. Albatta. 10-20 xudo xolasa. Inshaalloh yaxshi niyatda Nasib. harakatdamiz. Alloh bergan umrimiz qancha bo'lsa harakatdan to'xtamaymiz. Nimani zo'rida, powerni zo'ri keldi mana. Osh bo'lar ekanda endi. Boburjon mana inshaalloh mana qo'l bola qilib bitta osh qilib beramiz. Iftorlikni shattab birgalikda qilamiz-da. Nasib, nasib. Bismillahirrohmanirrohim. Xotir aka, birinchi oshingizni qachon qilgansiz? Birinchi oshimizni studentlik paytida yotoqxonada turardik. Bu ko'pchilikda boshidan o'tgan bo'lsa kerak, hali Go'shtsiz oshlar. Albatta, o'chirma-o'chir qilinardi, go'shtsiz oshlar. Yog' ham hali o'rtacharoq quyiladi. Bo'lgan. Biz ham talabaligimizda shunaqa edi. Ko'proq quysak nima bo'lib qoladi? Haftaning oxiriga borib yetmay qoladi. Birinchi oshni shu talabalik paytida qilingan, inshaalloh. Studentligimizda buncha go'shtni faqat rasmda ko'rardik. Niyatni yaxshi qilsak, Alloh taolo yetkazar ekanda, xudo xolasa. O'chaqda oshi boshqachada baribir. Aka, mana shu osh qilish nima deb, siz nima deb o'ziga qabul qiladi osh qilishni? Oshni qo'pol qilib aytganda aytan saboy olib kelib ham yeb qo'ysa bo'laveradi. Buni o'zining gashti bor-da. Anasali o'rtoqlar bilan ham toqqa chiqib piknikda zo'r bo'ladi. Bu jamoani birlashtiradi deb o'ylayman men. Bu oshni misol bolalar bilan birga qilib yesiz, mana bu yerda rahbar xodim degan narsa yo'q bo'ladi-da. Aka-uka bo'lib qolasiz-da. Mana shu tomoniga men ko'p e'tibor qilaman. Shuning uchun tez-tez bunaqa narsa qilib turamiz bolalar bilan. O'zbekda oshsiz tasavvur qilib bo'lmaydi-da. Hozir chetga chiqsangiz ham, qatga chiqsangiz ham hamma joyda o'zbekda oshida. Hozir endi tadbirkorlarimiz yurt kezib, dunyo kezib, hamma davlatda o'zbekda osh markazlari ochilib ketyapmiz. Ana arab davlatlarida. Yevropada ham boshlangan. Arab davlatlarida juda o'jogan. O'zimizda qanaqa osh bo'lsa, aytgan xuddi shu oshni nima qilasizda, topasiz bemalol. Xotiringizda eng shirin osh qachon bo'lgan? Eng shirin osh xotiringizdagi. Eng shirin osh o'sha studentlikdagi go'shtsiz oshda. Shu biz bolalar bilan birga qilingan. To'rtpara darsdan chiqib, 2:30, 3da chiqib, qilib yegan osh eng shirin oshda. O'sha qorin och qolgan. O'sha paytdagi osh. Ularni ustiga qaynatib. Albatta. Rangicha oqroq bo'ladi studentlik paytdagi oshda. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya biz endi professional povur basmiz endi. O'tir aka, mana shu harakat osh qilamiz. qilayotgan savol kelib qoldi-da. Albatta. Yoshlikni gaplashdiki hozir, Albatta. shu yosh tadbirkorlarga nima maslahat berasiz? Endi boshlayotgan tadbirkorlarga baribir 17-20 yil o'pitingiz bor. Hozirgi yoshlarimiz zo'r hammasi. Bizdan ko'ra bilimli, ijtimoiy tarmoqlarda bizdan ko'ra faol, ko'p narsani bilishadi. Faqat shularda bitta narsa shu odamiylikni yo'qotishmasa bo'ldi. Odamiylik. Odamiylikni yo'qotmasdan sabrli bo'lib, matonatli bo'lsa, hammasi zo'r bo'laveradi inshaalloh. Yigit kishiga 3 marta Alloh taolo beradi deyshgan-ku. O'shani baribir to'g'ri yursa, samimiy bo'lsa, hammasi yaxshi bo'ladi. اللهم لك سمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وعلى رزقك أفتقنا واغفر لي يا غفور ما قدمت وما أخرت أجر الله اللهم قبول كده وصافي يمشي وصنع وزن كشيء يريا بلسان لا تقبل قيام لا قطار رأس درجة قبول قلنا ومتقمجين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم O'tir aka, tayyor bo'ldim endi. Mana inshaalloh uka oshimiz ham birgalikda mana tayyor bo'ldi. Ko'pchilikning rizqi Xudo xolasa sharmanda qilmasin. Bismillahirrohmanirrohim. Ha, beravering mana bu. Xudo xolasa juda zo'r. Ko'rinishdan juda ham shirin. Ko'pchilikning rizqi Xudo xolasa zo'r chiqadi inshaalloh. Nimalari zo'r. Sariq so'zida yana boshqacha shirin bo'ladi tosh. Suvi ta'mimiz bilan Olla sizlar ham. Rasuljon, boshlab oling. Bismillah. Bismillahirrohmanirrohim. Botir aka, qo'lingiz dard ko'rmasin. Shirin O'xshabmi? bo'pti. Ha, o'xshabdi aka. Ko'pchilikning rizqi bari boshqachada. Botir aka, namozni ochib oldik. Katta rahmat. Rozi bo'ling aka. Oshqalay bo'pti. Osh zo'r bo'pti aka, rahmat. Choyxonaniki bo'lmasa ham qo'ldan kelgancha. Zo'r aka, qo'lingiz dard ko'rmasin. O'xshabdimi? Zo'r. Botir aka, endi mana 4-filialni ko'ryapman, juda ham chiroyli. 5 yildan keyin inshoot qanaqa qilib ko'rasiz? 5 yildan keyin inshootda Xudo xolasa niyatimiz, maqsadimiz shu vodiy bo'yicha sitavoy do'konlar tarmog'ini qilish. 5 yilda shu 2030 ga plan qilganmiz. Xudo xolasa Alloh o'sha kunlarga yetkazsin deb duolaymiz, harakatdamiz. Eng katta maqsad hayotdagi. Eng katta maqsad shu chekkaroq qishlog'ida bir masjid yo'q joyga masjid qurib berish xalq uchun. Mashalloh, mashalloh aka. Niyat xolis, chiroyli, Xudo qilsin. Xudo xolasa. Mijozlarga tilagingiz aka, mana sizni ko'rib turgan inshootda mijozlari, shularga tilaklaringiz. Mijozlarimizga tilaklarim endi mijozlarimiz hammasi sog' bo'lsin. Shu mijozlarimiz bor, biz shu yerlargacha yetib keldik. Inshaalloh bundan ham bardavom bo'lsin, doim qadrlaymiz. Mijozlarimizni shu Ramazon oyidan aksiyalarda kutib qolamiz. Inshootda kutamiz hammasini. Aka, rozi bo'ling. Rahmat. Suhbat juda ham samimiy, chiroyli bo'ldi. Kamchiliklar bo'lgan bo'lsa uzr. Sizlar ham kamko'zga rozi bo'lasizlar. Sog' bo'ling aka. Sog' bo'linglar. Xo'p, rahmat. O'rtoqlar, mana bugun inshoot asoschisi bilan intervyuni yakuniga yetkazdik. Kun juda ham produktivniy bo'ldi, zo'r bo'ldi. Kuzatib boringlar. Bundan bag'i juda ham qiziq bo'ladi. Fikrlaringizni kommentariyada kutamiz.